Assalomu alaykum. Men inson uchun eng kerak bo'lgan va eng muhim bo'lgan bir narsa to'g'risida gapirib o'tmoqchiman. U ham bo'lsa sog'lik. Insonda sog'lik bo'lmasa agar, demak, ko'changizdan hatto qadrdonlaringiz ham o'tmay qolar ekan. Shuning uchun sog'likni qadriga yetish kerak ekan. Sog'ligimizga ziyon kelishiga bir nechta sabablar bor. Avvalambor mana shu sabablarni biz yaxshi ilg'ashimiz kerak, yaxshi tushunishimiz kerak. Nimalar bizni sog'ligimizga ziyon yetkazadi? Ko'p narsalar yetkazadi, lekin eng asosiysi insonni sog'ligiga juda katta zarar yetkazadigan narsa bu asab. Mana shu asabingiz orqali keladigan o'sha zarar juda ham insonni sog'ligiga juda katta rol o'ynaydi. Mana shu asab tomonidan keladigan narsaga atrof muhitdagi, oldingizdagi qo'ni qo'shnilaringiz, qolaversa atrof muhit, qolaversa ba'zan shunday holatlar bo'ladiki, o'zingizni oila a'zolaringiz tomonidan ham o'shanday zarar kelishi mumkin. Bular qat'iy nazar. Endi o'rislarda bir gap bor. Ular shunday deydi: "Semya без уродов не бывает" deydi. Demak, bu har bitta oilada o'ziga yarasha muammosi bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu muammoning boshida kimlar turadi? Shuni bir yaxshi bilib olaylik. Mana shu hamma muammoni boshida ahmoqlar turadi. Ahmoqlar nafaqat o'zlariga ziyon yetkazadi. Ular o'sha atrofdagi yaqinlariga, birinchi o'rinda o'zining yaqinlariga azob yetkazadi. Qolaversa, keyin butun o'sha jamiyatga ham bu ahmoqlar tomonidan ziyon yetishi mumkin. Mana endi hozir ko'p mana shu ahmoqlar to'g'risida gapirdik. Endi ijtimoiy hayotimizda albatta xohlaymizmi, xohlamaymizmi, aqlli odamlar ham uchraydi, ana shunday ahmoq odamlar ham uchraydi. Xo'sh, biz ahmoq odamlarni qanday farqlashimiz mumkin va ahmoq odamlardan qanday qilib o'zimizni sog'ligimizni ehtiyot qilishimiz mumkin? Birinchi o'rinda ahmoqni keling qanday qilib farqlashni ko'rib chiqaylik. Mana bunga biz bir tariximizga nazar solamiz. Insoniyat tarixida juda ham aqlli va dono buyuk odamlar juda ham ko'p o'tgan. O'shalardan biri buyuk mutafakkir Jaloliddin Rumiy bo'ladilar. Jaloliddin Rumiy ahmoqlarni ta'rif qilib, ahmoqlar to'g'risida shunday deydi. Ya'ni ahmoqlarda 7 ta belgi bo'lar ekan. Ahmoqning birinchi belgisi u o'ziga foydasi yo'q narsalar to'g'risida juda ko'p gapirar ekan. Ikkinchi belgisi esa undan so'ralmaganda u o'zini fikrini bayon etar ekan. Uchinchi belgisi ahmoq ko'p kular ekan. To'rtinchi belgisi o'zini hammadan aqlli bilar ekan. Beshinchi belgisi juda ham ajoyib. Beshinchi belgisi tanqidni yomon ko'rar ekan. O'shalar uchun agar bordek mana shu yuqorida aytgan belgilarimni hayotingizda shunday odamlar uchrab qolsa, ularni tanqid qilmang. Tanqid qilsangiz, demak, u sizni ashaddiy dushmaningizga aylanib qoladi. O'sha 5-chi belgisi, demak, ahmoqning bu tanqidni yomon ko'rishligi. 6-chi belgisi esa ahmoqning fikri hech qachon o'zgarmas ekan. Hayotda hamma narsa o'zgarishi mumkin. Quyoshni tagida hamma narsa o'zgarishi mumkin. Ammo lekin ahmoqning fikri hech qachon o'zgarmay qoladi. Ana shuni esdan chiqarmang. 7-chi belgisi esa ahmoq o'zini hukmida bo'lmagan narsalarni o'zgartirishga harakat qilar ekan. Ana ko'rdingizmi? O'zini hatto hukmida bo'lmagan narsalarni ham o'zgartirishga, endi aqlli odam bu ishni qilmasligi aniq. Shuning uchun ham o'zingizni va sog'ligingizni ehtiyot qilish uchun mana shunday hayotingizda mana shu yuqorida aytgan 7 ta belgidan iborat o'sha odamlarda shu belgilarni ko'rib qolsangiz, albatta ulardan
o'zingizni ehtiyot qiling. Hamisha sog' bo'ling, omon bo'ling.